nahotki O'zbekistonimizda bitta bolalar nefrotologi bo'lmasa deb shu darajada siqilganmanki, boladagi agressivnostlarni ko'rib, bir kuni Telegramdan, internetdan qarab o'tirsam, mana shu Safarova klinikaga ko'zim tushib qoladi. Telefon qilsam, ular очередьlarga yozib, men sразу biletlarni olib kelganimdan keyin chuqur tekshiruvlar o'tirganlar. O'sha chuqur tekshiruvlar natijasida bolada hech qanaqangi qo'rqinchli nima yo'q, faqatgina ZPR, ya'ni aqliy nutqiy rivojlanishdan orqada deganlardan keyin muolajalarni boshlab, bolada уже men 5 kundan keyin yaxshi tomonga o'zgarishlarni sezganman. Alloh rozi bo'lsin doktorimizdan. Hech qachon hech kim bu farzandi kasal bo'lmasin. Men juda ham minnatdorman doktorimizdan. Hammaga o'sha klinikamizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hech kim bu farzandi kasal bo'lmasin, muhimi. Patsientga задержка психоречевого развития, ya'ni aqliy nutqiy rivojlanishdan orqada qolish diagnozini qo'yganman birinchi kelganlarida va bolada задержкani ham qo'zg'algan turi, ya'ni juda ham agressiyalari baland edi. Bolada agar o'sha qo'zg'aluvchanlik, agressiya baland bo'lsa, yangi bilimlarni, informatsiyalarni ola olmaydi bola va rivojlanishi to'xtab qoladi. Ya'ni aqliy rivojlanish, nutqiy rivojlanish to'xtab qoladi. Ya'ni bunda to'g'ri podxod qilinsa, lecheniya bolani rivojlanishi yana o'sishni boshlaydi, как вот bemor misolida o'sha o'zlarida o'sha bilsa bo'ladi.